Amerika hökuməti bu yıl 21 iyun Uyğur məcburi əmgəginin aldını eliş qanununu icra qilishga başlagan bo'lib, bu qanunga asasen Şərq Türkistanda ishlab chiqarilgan barliq mahsulotlar məcburi əmgək chetishlik deb qaraladi və Amerika tambojnisidan o'tkazilmaydi. Növbəti Avropa İttifaqı və Kanada mu Amerikaga ergishib, Uyğur məcburi əmgək mahsulotlarini boykot qilishga tayyorlanganligi o'ttirg'i qo'yildi. Amerika Əmgək Ministerligi əməldarlarının 19-iyul Reuters agentligi aytishicha, Amerikaning ittifoqdoshlari Washingtonning usuliga taqlid qilib, Uyğur avtonom rayonida ishlab chiqarilgan majburiy əmgək mahsulotlarini import qilishni cheklashga tayyorlanmoqda ekan. Bu əməldarlar har qaysi korxonalarni ogohlantirib, ta'minlash zanjiriga sal qarash pozitsiyasida bo'lmaslikni aytgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Əməldari Michel Bachelet 5-ayda Şərq Türkistan'ı ziyaret qilgandan keyin xalqaro jamiyat uning vazifadan ayrilishdan burun Şərq Türkistan haqidagi kişilik hukuk dokumentini uzundan buyanqi va'dasi bo'yicha e'lon qilishni kutgan. Ammo Reuters agentligining oshkorlashicha, Xitoy barliq amallarni ishga solib, mazkur dokumentning e'lon qilinishini to'sishga uringan. Reuters agentligining xabarda bildirishicha, uch davlatning diplomatlari tarafidan dalillangan Xitoyning bir parcha maktubida Xitoy rejimining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kişilik Hukuk Ali Əməldari Michel Bachelet'dan Şərq Türkistan haqidagi kişilik hukuk dokumentini e'lon qilmaslikni talab qilganligi ma'lum bo'lgan. Amerika Tashqi ishlar ministerligi har yili bir qatim xalqarodagi odam atkazchiligi jinoyati vaziyatiga oid dokument e'lon qiladigan bo'lib, Rossiya va Xitoy odam atkazchiligi ig'ir davlatlar qatoridan o'rin olgan. Rossiyaning Ukrainaning zimin butunligiga tajovuz qilish harakatini boshlaganligi, ularning hayotiy bexatarligidan ansirgan ukrainaliklarni odam atkazchiligi ittirdiganligi o'tirg'i qo'yilgan. Xitoyning bo'lsa, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi ta'kidlanib, majburiy emgak masalasi o'tirg'i qo'yilgan. Avstraliya bilan Amerikaning birlashma tor bexatarlik shirkati tomonidan tayyorlangan dokumentda Xitoyning sin hambaxirlash sifati TikTokning zarur bo'lmagan shaxsiy uchurlarni keng ko'lamda to'plaganligi, buning Xitoyning istixborot va tor hujumi maqsadi uchun ishlatishi mumkinligi haqida ogohlantirish berilgan va TikTokning Avstraliyada cheklanishi talab qilingan. Dokumentda ko'rsatilishicha, Xitoyning mazkur app-detalining uchur yig'ish harakati ishlatuvchilarning telefoniga qachilangan, boshqa barliq app-detallarining harakatini nazorat qilish, har soatda ishlatuvchilarning o'rnini tekshirish, kalendar uchurlarini, aloqalash uchurlarini davomli ziyorat qilish va ishlatuvchilarning yonfon o'lchamiga munosabatli uchurlarni tafsili to'g'ri holda aniqlash qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Angliya bosh ministri Boris Johnson hokimiyat beshidagi konservativlar partiyasining rahbarligidan istifa bergandan keyin eng oxirgi qitim parlamentda so'z qildi. Johnson o'zining Yevropa ittifoqidan chekinish jarayonida Angliyani boshqarishi, Xitoy virusiga qarshi kurash va Rossiyaning tajovuzchiga qarshi Ukrainani qo'llash qatorliqlarni o'zining muvaffaqiyatlari deb maqtagan Johnson, bu vazifa hozircha tamomlandi dedi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning ayoli Olena Zelenskiy Amerika Davlat Majlisining a'zolariga qilgan so'zida o'z davlatini qo'g'dash uchun texnik ko'p qurol va havo mudofaa sistemasi talab qildi. Qirg'izistonning donliq sayohat rayoni Cho'lpon atada o'tkazmoqchi bo'lgan O'rta Osiyo davlat boshliqlarining 4-qitimliq kengash yig'iniga qatnashish uchun kelgan davlatlarning tashqi ishlar ministrlari Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan ko'rishdi.